Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugungi makroiqtisodiyot fanimizni keyingi mavzusi bu Keynesning makroiqtisodiy muvozanat modeli bo'ladi. Xo'p, demak, John Maynard Keynes haqida xabarimiz bor. Demak, Keynes nazariyasining asoschisi hisoblanadi va u shunday degan: Lenin kapitalistik tizimni yo'q qilishning eng yaxshi yo'li valyutani buzish ekanligini aytgan deyishadi. Lenin albatta haq edi. Jamiyatning mavjud asosini ag'darishning valyutani buzishdan ko'ra nozikroq va ishonchliroq vositasi yo'q. Bu jarayon iqtisodiy qonunning barcha yashirin kuchlarini buzishga tortadi va buni milliondan birortasi ham tashxislay olmaydigan tarzda amalga oshiradi. Demak, John Maynard Keynes Lenin kapitalistik tizimini yo'q qilish yo'lini ma'qullagan va uni demak iqtisodiy to'g'ri tanlov hisobida olgan. Demak, makroiqtisodiyotda milliy daromadning shakllanishi, iqtisodiy tebranishlar va bandlik darajasini tushuntirishda muhim nazariyalardan biri Keynes makroiqtisodiy modeli hisoblanadi. Ushbu nazariya ingliz iqtisodchisi John Maynard Keynes tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, bu zamonaviy makroiqtisodiy tahlilning asosiy metodologik asoslaridan biri sifatida qaraladi. Keynes o'zining mashhur The General Theory of Employment, Interest and Money asarida iqtisodiyotda ishlab chiqarish hajmi va bandlik darajasining shakllanishi talab omillari bilan belgilanadi degan g'oyani ilgari surgan. Demak, biz xabarimiz borki, klassik va Keynes nazariyasi bo'yicha avvalgi darslarimizda ma'lumotlar olganmiz. Albatta, Keynesdan oldingi nazariya bu klassik nazariya bo'lgan. Va Keynesni klassik nazariyadan farqi shundaki, klassik nazariyamiz ko'p omilli, Keynes makroiqtisodiy modeli esa bir omilli hisoblanadi. Va Keynes makroiqtisodiy modeli asosan talab omiliga asoslangan bo'ladi. Ya'ni talab o'z taklifini yaratib oladi degan g'oyani ilgari surgan. Va iqtisodiy tebranishlar, bandlik darajasini va umumiy makroiqtisodiy katta muammo va savollarga javob bergan, demak, Keynesning makroiqtisodiy modeli hisoblanadi. Demak, uning eng katta asari va ushbu The General Theory of Employment, ya'ni Interest and Money asarida, demak, bu ishsizlik hamda bandlik va ishlab chiqarish hamda foiz stavkalari va pulni ifodalagan o'sha narsalarni demak ishlash tizimini hamda ulardagi bo'ladigan muammolarni demak mana shu ilk asarida keltirib o'tirgan. Keynes nazariyasi ayniqsa Great Depression davrida keng ahamiyat kasb etdi. Ya'ni Great Depression bu buyuk depressiya davrida keng ahamiyat kasb etgan. Bu 1929 hamda 1933-yillarga to'g'ri keladi. Ya'ni o'sha davrlarda klassik nazariyadan Keynes nazariyasiga o'tish davri hisoblanadi. Klassik nazariya 1929-yilgacha, demak 1933-yilgacha demak ishlab keldi. 1929-yilgacha eng asosiy nazariya bo'lib kelgan va 1929-yilga bo'lgan buyuk depressiya davri 1933-yilgacha bo'lgandan so'ng bu buyuk depressiyadan mamlakatlar tanazzuldan chiqib keta olishmadi. Iqtisodiy o'zgarishlar, yaxshilanishlar bo'lmadi. Teskarisiga salbiy ko'rsatkichlar ko'payib bordi. Salbiy ko'rsatkichlar qayd etilaverdi. Shu sababdan demak iqtisodiyot yangi nazariyaga muhtoj bo'ldi. Ya'ni insonlar demak yangi qarashlarga o'tish kerakligi bilindi. Demak, o'sha davrda John Maynard Keynes nazariyasiga asos soldi. Va demak 1933-yildan so'ng Keynes nazariyasiga o'tildi va buning eng katta farqi bu klassik nazariyada ko'p omilli hamda demak uzoq muddatga mo'ljallangan edi. Ya'ni bozorda ham, bozor sharoitida inflyatsiya yoki depressiya o'sha iqtisodiyotning
tushishi yoxud har qanday muammolarni bozor o'zi tartibga sola oladi, davlatning aralashuvi kerak emas, mutlaqo kerak emas degan nazariya bo'lgan, klassik nazariyamiz. Va bu o'zini oqlay olmadi, ya'ni talab va taklif o'zini muvozanat nuqtasini topadi degan va uzoq muddatga mo'ljallangan, ya'ni bu degani qachondir topadi degan g'oyada bo'lgan. Lekin bu o'sha davrlarda oqlanmadi, chunki iqtisodiyot o'zgardi, ko'plab mamlakatlar umuman olganda agrar sektordan sanoatlashuvga o'tgan, ya'ni iqtisodiyot umuman boshqa sohadan boshqa sohaga o'tdi. Bu davrda demak bu klassik nazariya o'zini oqlamagach, Keynes nazariyasida, ya'ni bunda qisqa muddat sababi davlatning faol aralashuvi aks ettira boshladi. Ya'ni ilgari surdi mana shu g'oyani. Davlat qaysi jihatdan faol aralashadi? Davlat faqatgina fiskal va monetar siyosat orqali bozorga faol aralashuvini, demak ushbu Keynes mana shu nazariyani, mana shu g'oyani ilgari surdi. Va bu to'g'ri nazariya bo'lib chiqdi va bu ishladi. Ya'ni o'sha davrdagi depressiyani yengib o'tishga mana shu nazariya ishladi. Demak, davlatning iqtisodiyotga aralashuvi kerak ekan. Faqat cheklangan yo'nalish bo'yicha. Ya'ni faqatgina soliq siyosati hamda monetar, ya'ni pul kredit siyosati hamda demak soliq siyosati orqali aralashuvini ta'kidladi. Demak, ushbu davrda ko'plab mamlakatlarda iqtisodiy ishlab chiqarish keskin qisqardi. Ishsizlik darajasi yuqori darajaga ko'tarildi. Ya'ni Great Depression davrlarida. Va klassik iqtisodiy nazariya iqtisodiy muvozanatni izohlashda yetarli bo'lmay qoldi. Keynes bozor mexanizmi avtomatik ravishda to'liq bandlikni ta'minlamasligini ko'rsatdi va iqtisodiy jarayonlarda davlatning faol rolini asoslab berdi. Ana endi 1933-yildan so'ng 1970-yilgacha Keynes nazariyasi juda dolzarb nazariyaga aylandi, ya'ni iqtisodiyotda asosiy drayver hisoblandi. Ammo 1970-yildan so'ng yana chamasi 10 yillar davomida klassik nazariyaga qaytildi. Sababi Keynes nazariyasining ham bir muncha kamchiliklari bor edi. Klassik nazariyaga qaytgach, o'sha davrda ham yana 1975-yillarda demak Arabiston yarim orolida umuman olganda yana buyuk depressiya ro'y berdi, ya'ni neft inqirozi ro'y berdi. Va undan so'ng hozirgi kunda demak aralash nazariyalari, demak neo-Keynes, neoklassik nazariyalar joriy etildi. Xo'p, modelning asosiy g'oyasi. Keynes makroiqtisodiy modelining markaziy g'oyasi qisqa muddatda iqtisodiyotdagi ishlab chiqarish hajmi va milliy daromad darajasi umumiy talab tomonidan belgilanadi. Ya'ni biz eng sodda qilib olib, talab, ya'ni talab degani xaridor degani, iste'molchi degani. Xaridor, iste'molchi bozorda demak o'z taklifini yaratadi. Bu degani talabga qarab taklif degani. Ya'ni qisqa qilib aytadigan, osonroq qilib aytadigan bo'lsak, sizning xohishingizga qarab hozirgi kunda siz uchun alohida biror narsani yaratilishi. Misol uchun, alohida kiyim tiktirishingiz, alohida mashina demak buyurtma qilishingiz, alohida siz uchun qandaydir mahsulotlarni ishlab chiqarish, bu talabga qarab taklif g'oyasini bir bo'lagi hisoblanadi. Ya'ni hozirgi zamonimizda iqtisodiyotiga ham qarasak, e'tibor bersak, aynan mana shu g'oya ilgari suriladi, aynan mana shu g'oya ustida ishlaydi. Sababi bozorda raqobatbardosh bo'lishlik uchun va raqobatda yutib chiqishlik uchun demak taklif qiluvchilar, ishlab chiqaruvchilar biz xaridorlarni, iste'molchilarni juda ham katta kuch bilan o'rganadi. Katta analitika qiladi. Sababi aynan iste'molchi nimani xohlayapti degan g'oya bo'ladi. G'oya ustida o'sha ishni amalga oshiryapti. Agar umumiy talab belgilamasa, agar mana shu nazariyaga teskari tushuncha hosil qiladigan bo'lsak, demak taklif, ya'ni ishlab chiqaruvchi har qanday tovar ishlab chiqarsa ham
Biz uni majburan bo'lsa ham, ya'ni xuddiki monopoliyani tushunadigan bo'lsak, biz monopol sharoitida siz xohlamasangiz-da zarurat jihatidan o'sha mahsulotdan foydalanasiz. Ya'ni sizda alternativ yo'q, sizda demak tanlov imkoniyati yo'q, sizda talablaringizni hech kim o'rganmaydi. Ular shunchaki ishlab chiqarishadi. Bu narsa demak iqtisodiyotni parokanda qiladi, iqtisodiyotni buzadi. Iqtisodiy siklni buzadi. Iqtisodiy aylanishni juda ham sekinlashtiradi va umumiy norozilikka sabab bo'ladi. Umumiy talabga qarab, umumiy talab demak taklifni yaratilishi yoki milliy daromad darajalarini belgilashi bu juda ham to'g'ri g'oya bo'lgan deb degan fikrga kelamiz. Demak, umumiy talab tomonidan belgilanishi klassik nazariyada ishlab chiqarish asosan taklif omillari bilan izohlangan bo'lsa, Keynes nazariyasida iqtisodiy faoliyatni rag'batlantiruvchi asosiy omil xarajatlar hajmi hisoblangan. Ya'ni klassik nazariyada o'sha yuqorida ta'kidlab o'tgan misolimiz taklif omili bilan demak asosiy g'oya taklif omilida bo'lgan. Keynes nazariyasiga ko'ra qisqa muddatda narxlar va ish haqi qat'iy bo'lgan. Shuning uchun iqtisodiyotdagi ishlab chiqarish hajmi talabga bog'liq. Makroiqtisodiy muvozanat shunday nuqtada yuzaga keladi. Ya'ni umumiy ishlab chiqarish Y, umumiy xarajat aggregate expenditure bir-biriga teng bo'lganida demak umumiy muvozanat yo'lga keladi. Xo'p, demak, yalpi ichki mahsulotni demak milliy daromad yoki yalpi ichki mahsulotning hisoblash usullari. Bu yerda xarajatlar uslubida demak hisoblash uslubini ko'rsatyapmiz, formulasini ko'rsatyapmiz. Bu yerda C consumption, ya'ni iste'mol xarajatlari, I bu investitsiya xarajatlari, G davlat xarajatlari, X dan X minus M bu demak sof eksport, ya'ni eksportdan importning ayirmasi. Bu demak yalpi ichki mahsulotning xarajatlar uslubida demak hisoblanishi. Demak, yopiq iqtisodiyotdagi oddiy Keynes modeli. Agar tashqi savdo bo'lmasa, ya'ni bilamizki iqtisodiyot ikki turga bo'linadi, ya'ni yopiq va ochiq iqtisodiyotlar. Misol qilib oladigan bo'lsak, ayni 2026-yil holatiga ko'ra bizga yaqin bo'lgan yopiq davlatlar mavjud. Misol uchun Turkmaniston yopiq iqtisodiyot yoki Shimoliy Koreya yopiq iqtisodiy davlatlarga misol bo'la oladi. Va aralash modelga ham ega bo'lgan davlatlar bor. Ya'ni yopiq iqtisodiyotdan ochilayotgan davlatlar bor yoki ochiqlikdan birozgina yopiqlikka o'tuvchi davlatlar mavjud. Umumiy iqtisodiy model sifatida qaysi darajasi ko'proq foizni egallasa, ulushni egallasa, biz o'sha iqtisodiy modelni tanlaymiz. Misol uchun bizning vatanimiz O'zbekiston bu ochiq iqtisodiyotga o'tgan davlat hisoblanadi. Agar tashqi savdo bo'lmasa, tashqi savdo bo'lmagandan keyin tabiiyki eksport va import bu o'z navbatida bo'lmaydi. Va yalpi ichki mahsulotni hisoblashimizda aynan bundan oldingi ko'rgan xarajatlar usulidagi formulada demak sof eksport ko'rsatkichi mavjud edi va biz o'sha ko'rsatkichni tashqi savdo bo'lmagan holatda formulaga qo'shmaymiz. Ya'ni Y teng C plus I plus G, ya'ni iste'mol xarajatlari, investitsiya xarajatlari va davlat xarajatlarining yig'indisi bu yopiq iqtisodiyotda kuzatiladigan yalpi ichki mahsulotni aniqlaydigan formula hisoblanadi. Iste'mol funksiyasi esa odatda quyidagicha yoziladi. Demak, iste'mol teng A plus B Y. Bu yerda A degan shartli birligimiz avtonom iste'mol, B esa chegaraviy iste'mol moyilligi. Shunda umumiy talabimiz, demak, umumiy talab teng bo'ladi avtonom iste'mol plus chegaraviy iste'mol moyilligining milliy daromadga ko'paytmasiga hamda investitsiya xarajatlari va davlat xarajatlariga teng bo'ladi. Buning muvozanat sharti esa yuqorida ta'kidlab o'tganimiz kabi, demak,
milliy iqtisodiyot teng umumiy talabga teng bo'ladi. Xo'p, Keynes hoji John Maynard Keynes demak ning nazariyasiga asosan Keynes hoji grafigi tuzilgan. Ya'ni grafikda gorizontal o'q milliy daromad hisoblanadi. Vertikal o'q esa umumiy xarajatlar bo'ladi. Bu ikki asosiy chiziqni 45 gradusli chiziq 45 gradus burchagida demak chiqadi va bu 45 gradusli chiziqdan milliy daromadlar ayirsak, demak aggregate expenditure, ya'ni makroiqtisodiy muvozanat nuqtasini biz topishimiz mumkin bo'ladi. Keynes makroiqtisodiy tahlilining eng oddiy shakli Keynes hoji modeli hisoblanadi. Bu model milliy daromadning shakllanishini rejalashtirilgan xarajatlar orqali tushuntiradi. Modelga ko'ra iqtisodiyotdagi muvozanat shunday nuqtada yuzaga keladiki, bunda haqiqiy ishlab chiqarish hajmi rejalashtirilgan umumiy xarajatlarga teng bo'ladi. Mana bu yerda demak biz Keynes hojini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni expenditure va income outputlarni ko'rib turibmiz. Demak 45 gradus ostida demak burchak hosil qilgan holatda chiziq o'tgan. Xo'p, demak muvozanat sharti quyidagicha ifodalanadi. Bu yerda PE demak planned expenditure, ya'ni rejalashtirilgan umumiy xarajatlarni anglatadi. Ya'ni milliy daromad teng rejalashtirilgan umumiy xarajatlar hisoblanadi. Rejalashtirilgan xarajatlar quyidagicha aniqlanadi. Ya'ni demak consumption, ya'ni iste'mol xarajatlari, iste'mol xarajatlariga investitsiya hamda davlat xarajatlarini qo'shish orqali rejalashtirilgan xarajatlarni aniqlashimiz mumkin. Keynes modelida iste'mol funksiyasi alohida ahamiyatga ega. Iste'mol odatda aholi ixtiyoriy daromadiga bog'liq bo'ladi. Ushbu bog'liqlik quyidagi iste'mol funksiyasi orqali ifodalanadi. Ya'ni quyidagi formula iste'mol funksiyasini bizga bildirib turadi. Bu yerda y minus t ko'rinishi bu ixtiyoriy daromad. Ya'ni t bu yerda milliy daromaddan soliqlarni ayrilishini ko'rib turishimiz mumkin. Ya'ni t bu soliqlar. Xo'p, daromad oshgan sari iste'mol ham oshadi. Ammo iste'mol daromadga nisbatan sekinroq o'sadi. Ya'ni bizni qanchalik daromadimiz oshsa, iste'molimiz ham oshishi bu tabiiy. Ammo iste'mol daromadga nisbatan sekinroq o'sadi. Xo'p, rejalashtirilgan va haqiqiy xarajatlar. Keynes modelida muhim tushunchalardan biri rejalashtirilgan xarajatlar va haqiqiy xarajatlar o'rtasidagi farqdir. Haqiqiy xarajatlar iqtisodiyotdagi demak barcha uy xo'jaliklari, firmalar va davlat tomonidan amalga oshirilgan real xarajatlarni anglatadi va u yalpi ichki mahsulotga teng bo'ladi. Rejalashtirilgan xarajatlar esa iqtisodiy agentlar amalga oshirishni rejalashtirgan xarajatlar miqdorini bildiradi. Ya'ni iqtisodiy agentlar deganimizda bu siz, biz, qandaydir dilerlar yoki iqtisodiy subyektlarda biz nazarda tutishimiz mumkin, firmalarda nazarda tutishimiz mumkin. Agar firmalar rejalashtirilganidan kamroq mahsulot sotsa, sotilmagan mahsulot zaxirasi ortadi. Ya'ni qolib ketadi sotilmagan mahsulotlar. Bu holatda kutilmagan inventar o'sishi yuzaga keladi. Aksincha, talab kutilganidan yuqori bo'lsa, firmalar mavjud zaxiralar hisobiga talabni qondiradi va inventar zaxiralari kamayadi. Iste'mol funksiyasi. Keynes nazariyasida iste'mol iqtisodiy faoliyatning asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Iste'mol odatda aholining ixtiyoriy daromadiga bog'liq bo'ladi. Ushbu bog'liqlik quyidagi iste'mol funksiyasi orqali ifodalanadi. Ya'ni consumption, ya'ni iste'mol teng iste'molning demak milliy daromaddan soliqni ayirganimizning ko'paytmasiga teng. Ya'ni ixtiyoriy daromad bu. Keynesning asosiy gipotezasiga ko'ra, daromad oshishi bilan iste'mol ham ortadi. Ammo iste'molning o'sishi sur'ati daromadning o'sish sur'atidan past bo'ladi. Chegaraviy iste'mol moyilligi. Keynes nazariyasida chegaraviy iste'mol moyilligi ham mavjud va bu muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Demak, bunda daromad bir birlikka oshganda iste'mol qancha miqdorga ortishini ko'rsatadi. Ya'ni bizning daromadimiz
bir-birlikka oshda qanchadir miqdorga oyligimiz, daromadimiz umuman olganda oshsa, bizning iqtisodiy umuman olganda iste'molimiz qanchaga oshishini biz ko'rishimiz mumkin bu formula orqali. Matematik jihatdan u quyidagicha aniqlanadi. Ya'ni chegaraviy iste'mol moyilligi teng umumiy consumption bo'lingan, demak, milliy ishlab chiqarishga, milliy daromadga. Agar chegaraviy iste'mol moyilligi yuqori bo'lsa, daromad oshishi bilan iste'mol ham sezilarli darajada ortadi. Bu esa iqtisodiyotdagi umumiy talabni rag'batlantiradi. Makroiqtisodiy muvozanat mexanizmi. Keynes modeliga ko'ra, iqtisodiyot muvozanatdan chetga chiqishi mumkin, biroq ishlab chiqaruvchilar o'z faoliyatini moslashtirish orqali muvozanatni tiklashga harakat qiladi. Bu jarayonda firmalar inventar zaxiralarining o'zgarishi orqali signal oladi. Ya'ni inventar deganimiz yuqorida aytib o'tdik, bozorda sotilmay qolib ketgani, ortiqcha bo'lib qolib ketgan tovarlar kutilmagan inventarga o'tadi. Va ular vaqti kelib, demak, inventardan foydalanamiz. Ya'ni bozorda taqchillik, aynan o'sha mahsulotga qachondir taqchillik sezilganida, o'sha sotilmay qolib ketgan tovarlar, xizmatlar orqali biz nima qilamiz ekan, bozorni to'yintiramiz. Agar ishlab chiqarish hajmi rejalashtirilgan xarajatlardan yuqori bo'lsa, sotilmagan mahsulot zaxiralarining ortishi kuzatiladi. Bu firmalarning ishlab chiqarishni qisqartirishga undaydi. Natijada ishlab chiqarish hajmi kamayadi va iqtisodiyot muvozanat nuqtasiga yaqinlashadi. Aksincha, agar rejalashtirilgan xarajatlar ishlab chiqarishdan yuqori bo'lsa, firmalar zaxiralarini kamaytirish hisobiga talabni qondiradi. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimiz kabi zaxiralarni endi ishlatishni boshlaydi va talabni qondiradi. Bu esa ishlab chiqarishni kengaytirish va yangi ishlarni jalb qilishga olib keladi. Fiskal siyosat va multiplikator effekti. Keynes makroiqtisodiy modelida davlatning iqtisodiyotga ta'siri katta ahamiyatga ega. Davlat xarajatlarining oshishi umumiy talabni ko'paytiradi va milliy daromadning ortishiga olib keladi. Biroq bu o'sish dastlabki xarajatdan ko'proq bo'lishi mumkin. Ushbu jarayon multiplikator effekti deb ataladi. Multiplikator koeffitsiyenti quyidagi formula orqali aniqlanadi. Ya'ni biz K teng 1 taqsim 1 ayrilgan, demak, chegaraviy iste'mol darajasini ko'rishimiz mumkin. Masalan, agar chegaraviy iste'mol moyilligi 0,8 ga teng bo'lsa, multiplikator 5 ga teng bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, davlat xarajatlarining 1 birlikka oshishi milliy daromadning 5 birlikka oshishiga olib kelishi mumkin. Multiplikator effekti iqtisodiyotda zanjirsimon jarayonni yuzaga keltiradi, ya'ni siklni yuzaga keltiradi. Davlat xarajatlari oshadi, daromad ham ortadi. Daromad ortishi esa iste'molni oshiradi. Iste'molning oshishi esa ishlab chiqarish hajmining yana ortishiga olib keladi va bu sikl, bu zanjir, demak, uzviy bog'langan bo'lib, qaytariluvchi ko'rinishga ega bo'ladi. Keynes modelining makroiqtisodiy ahamiyati. Keynes makroiqtisodiy modeli iqtisodiyotda davlat siyosatining rolini tushuntirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu model yordamida iqtisodiy inqirozlar, talab yetishmovchiligi, ishsizlik muammosi hamda fiskal siyosatning samaradorligini tahlil qilish mumkin. Keynes yondashuvi zamonaviy makroiqtisodiyotda keng qo'llaniladi va u ISLM modeli, ya'ni IS bu yerda investment, investitsiya va jamg'arma. LM esa bu likvidlik hamda pul kredit modeli bo'yicha, hamda ADAS, ya'ni umumiy talab hamda umumiy taklif modellari hamda boshqa ko'plab makroiqtisodiy tahlil vositalarining nazariy asosini tashkil etadi. Davlat tomonidan amalga oshiriladigan fiskal siyosat choralarining iqtisodiy o'sishiga ta'siri aynan ushbu nazariya orqali tushuntiriladi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Keynesning makroiqtisodiy modeli qisqa muddatli davrda iqtisodiyotdagi ishlab chiqarish hajmi va milliy daromad umumiy talab darajasiga bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Model iqtisodiyotda talab yetishmovchiligi yuzaga kelishi mumkinligini va bunday holatda davlatning iqtisodiyotni rag'batlantirish bo'yicha faol siyosat yuritishi zarurligini asoslab beradi. Ya'ni o'sha aynan fiskal va monetar siyosat orqali.
Shuningdek, ushbu nazariya multiplikator effekti orqali davlat xarajatlari va fiskal siyosatning iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan tushuntirib berdi. Demak, bugungi darsimizdan xulosa mana shulardan iborat. Demak, makroiqtisodiyotda Keynesning nazariyasi aynan mana shu ko'rinishda bo'lgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.